Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biz strategik qarorlar va biznes boshqaruv asoslari haqida video darsimizni olib boramiz va ma'ruzachi Xudoyberdiy Muhammad. Demak, strategik qaror, aynan biznesda strategik qaror degani nimani tushunamiz? Bu har qanday biznes muvaffaqiyati uchun muhim omil. Ular uzoq muddatli maqsadlarga erishish, bozor raqobatida ustunlik qozonish va biznesni barqaror rivojlantirish uchun yo'l xaritasi vazifasini o'taydi. Bu prezentatsiyada biz strategik qarorlarning ahamiyati, turlari, qabul qilish jarayoni va muvaffaqiyatli qo'llash misollari bilan tanishib chiqamiz albatta. Strategik qarorlarning ta'rifi, xususiyatlari haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, strategik qaror bu biznes uzoq muddatli maqsadlari va yo'nalishlari bilan bog'liq bo'lgan muhim qaror hisoblanadi. Ular o'ziga xos xususiyatlarga ega, uzoq muddatli xarakterga ega, kompleks va ko'p jihatli resurs talab qilishi yuqori bo'lgan jihatlari mavjud. Strategik qarorlar taktik yoki operativ qarorlardan farq qiladi. Ular qisqa muddatli va aniqroq vazifalar bilan bog'liq. Strategik qarorlarni 3 ga bo'lib o'rganadigan bo'lsak, bu kompleks va ko'p jihatli bo'lishi mumkin, uzoq muddatli xarakterga egaligi va resurs talab qilishi yuqoriligini demak ko'rib o'tyapmiz. Strategik qarorlar qabul qilish bu jarayonni bir necha bosqichdan iborat hisoblanadi. Dastlab muammoni aniqlash, uning ahamiyatini baholash kerak, keyin ma'lumotlar to'plash va tahlil qilish, shu jumladan SWOT tahlil va PESIF tahlil kabi tahliliy vositalardan foydalanish zarur. Keyingi bosqichda qaror qabul qilish, alternativlarni ishlab chiqish, ularni baholash va eng yaxshi tanlash amalga oshiriladi. Nihoyat qarorni amalga oshirish, uning bajarilishini monitoring qilish va natijalarni baholashlarni amalga oshiriladi. Mana buni ko'rib turganimizda eng avvalo nima? Muammoni aniqlab olishimiz kerak va uni muammoni baholay olishimiz kerak 1 dan 5 gacha. Va bu muammolarni aniqlagandan keyin u haqda, ya'ni o'sha biznesda bo'layotgan kamchiliklarni yoki bankrotga olib kelish sabablarini ma'lumot to'liq to'plab, ularni tahlil qila olishimiz kerak. Xuddi boya aytib o'tganimizdek, mana SWOT tahlil va PESIF haqidagi programmalar aynan mana shu jarayonga yordamlashadi. Qaror qabul qilish, alternativlarni ishlab chiqish, alternativlarni baholash va eng yaxshisini tanlash, qarorlarni amalga oshirish va monitoring qilish hisoblanadi. Bu tadbirkorlikda, biznesda asosiy tahlillardan bittasi bu SWOT tahlil. Qaysiki kuchli tomonlarni ochib beradigan, imkoniyatlarni ochib beradigan, zaif tomonlarni ochib beradigan va xatarlarni ochib beradigan shakl hisoblanadi. Bu to'liq bozorda o'rganasiz, to'liq sizga tadbirkorligingizda tahliliy jarayonni yuzaga chiqarib beruvchi tahliliy programma hisoblanadi. SWOT tahlil bu kompaniyaning ichki va tashqi omillarni tahlil qilish vositasi hisoblanadi. U kuchli tomonlar, zaif tomonlar, aytib o'tganimiz imkoniyatlar, xatarlarni aniqlab beradi. Va mana shu tahlillar natijasida siz strategik qarorlarni qabul qilishingiz mumkin o'z tadbirkorligingizda va ko'plab imkoniyatlarni hisobga olib, kamchiliklarni hisobga olib qarorlarni qabul qila olasiz. Ya'ni siz ma'lumotlarni to'liqlab demak tadbirkorligingizda yana bir qadam oldinga siljishingiz mumkin hisoblanadi. Misol uchun kuchli tomonlarga innovatsion texnologiyalar, tajribali jamoalar kabi misollarni keltirishimiz mumkin. Imkoniyatlarga yangi bozorlarga kirish, raqobatlash texnologiyalar, xatarlarga misollar, qonunchilikda o'zgarishlar, raqobatning kuchliligi bozorda va zaif tomonlarga cheklangan moliyaviy resurslar, bozor ulushining pastligi kabi bir qancha demak misollar keltirib o'tamiz. O'sha pozitiv tahlil haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, bu o'sha biznesga ta'sir etuvchi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik, ekologik, yuridik omillarni ham demak qamrab oladi. Siyosiy omillarga misol tariqasida soliq siyosati, savdo qonunchiligi, ijtimoiy omillarni misol kelib demografiya, madaniy va tendensiyalarni misol qilishimiz mumkin. Ekologik omillar, atrof muhitni muhofaza qilish qonunlari, iqtisodiy omillarga inflyatsiya, foiz stavkalari, texnologik omillarga innovatsion texnologiyalar, avtomatlashtirish texnologiyalari va yuridik omil misol mehnat qonunchiligi, patentlar va qonunlar, franshaysing kabi bir qancha imkoniyatlarni yuzaga keltiruvchi aynan mana shu tahlil bizga mana shu iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik, siyosiy va ekologik jarayonlarni yuzaga keltirib, demak muammolarni hal qilishimizga ko'maklashadi. Aynan mana shu demak ikkita tahlil haqida gapirib o'tdik. Esingizga chiqarmang buni. SWOT tahlil
kuchli zaif tomonlarini chiqarib beruvchi, imkoniyatlarni chiqarib beruvchi va passiv bu ijtimoiy, iqtisodiy barcha sohani qamrab olib, unda demak tahlilingizni to'liq qilib olishingizni demak ko'rsatib beradi. Demak, qarorlar qabul qilishda eng avvalo bu qaror turli xil bo'lishi mumkin. Ularning har bir biznes uzoq muddatli maqsadlarga erishish uchun muhim rol o'ynaydi. Misol uchun bozorga kirish strategiyasi, misol eksportni to'g'ri investitsiyalar yoki mahsulotlar diversifikatsiya qilish strategiyasi, narx siyosati, raqobat strategiyasi, xarajatlarni kamaytirish, diversifikatsiyalash va hamkorlik strategiyalari, qo'shma korxonalar bilan ishlash, strategik alyanslar yoki mavzular hammasi demak o'z qarori firma rahbari yoki xo'jaylik subyektining demak rahbariga bog'liq bo'ladi va bu yerda menejer asosiy o'rinni egallaydi boshqaruvga taqiladigan bo'lsa. Bozorga kirish strategiyalari, mahsulotni diversifikatsiyalash, ya'ni mahsulotni turli xil mahsulotlar chiqarish. Bu yerda narx siyosatining strategiyasi, bilamiz, narxlar ham bir nechta turlarga bo'linadi. Agar bilsangiz, bozorda misol 2000 so'm emasda 1999 so'm. Bu degani o'sha narx psixologiyasi. Ya'ni u 2000 so'm emas, 1999 so'm orasida 1 so'm yoki 10 so'm farq qilsa ham, demak u 1900 bu narx siyosati hisoblanadi. Va raqobat strategiyasi, hamkorlik strategiyalari kabi shakllari mavjud. Strategik qarorlar qabul qilishda qanaqa xatolar qilishimiz mumkin, ularni qanday oldini olishimiz mumkin deganda, aynan eng avvalo bu yerda biz ma'lumotlar yig'ib olib, uni tahlil qila olishimiz kerak va uni o'z jamoangiz, ekspertlar bilan, atrofdagi soha mutaxassislari bilan albatta bular bilan maslahat qilib, bu yechimini topa olishimiz kerak va o'sha umumiy maslahatdan keyin, umumiy tahlildan keyin siz o'sha muammolarni hal qilish bo'yicha demak ssenariy ishlab chiqishingiz kerak. Ya'ni rejalashtirib, reja asosida o'z ishingizni amalga oshirishingiz shartdir. Muvaffaqiyatli strategik qarorlar qanday bo'ladi? Tarixda ko'plab kompaniyalar o'z bizneslarini rivojlantirishda muvaffaqiyatli strategik qarorlar qabul qilishgan. Misol uchun Apple, Amazon yoki iPod yoki boshqa firmalarni misol qilib olish mumkin. Apple kompaniyasining iPod va iPhone va iPad mahsulotlarini ishlab chiqarishi yoki Netflix kompaniyasining DVD ijarasini streaming xizmatiga o'tishi, Toyota kompaniyasining Land manufakturing tizimini joriy qilishi va boshqa ko'plab misollar bizga strategik qarorlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishni, biznesni yangi bosqichga olib chiqishi mumkinligini isbotlaydi. Ya'ni bu yerda siz zamon bilan hamnafas bo'lib, barcha sohalarni tushuna olishingiz kerakligi aytilyapti. Strategik qarorlarni amalga oshirishda demak asosiy jihatlardan bittasi bu monitoring bo'ladi. Monitoring ya'ni nazorat doimiy amalga oshirishingiz. Turli xil hozir xo'jalik subyektlarida aynan KPI tizimi joriy qilingan. KPI bu o'sha xodimlaringizning o'zini ishlashga va rag'batlantiruvchi shakl hisoblanadi KPI tizimi hozirgi kunda. Bu sizning biznesingizda samaradorlikni yanada bir karra oshiradi. O'sha strategik qarorlar amalga oshirish jarayoni muhim ahamiyatga ega. Qarorlarni qabul qilish, amalga oshirish rejasini ishlab chiqish zarur. Resurslarni taqsimlay olish, javobgarlikni belgilash kerak. Amalga oshirish jarayonini muntazam ravishda monitoring qilish va zarur bo'lganda o'zgarishlar kiritish zarur hisoblanadi. Muvaffaqiyatli ko'rsatkichlarni aniqlash va baholash orqali strategik qarorlarning samaradorligini kuzatish mumkin. O'sha jarayonda qarorlarni amalga oshirish rejasini ishlab chiqish kerak. Resurslarni taqsimlay bila olishimiz va javobgarlikda mas'uliyatli insonlar javobgarliklarni aniq bo'lib qo'yishimiz va amalga oshirish jarayonini monitoring qilish va o'zgartirish, muvaffaqiyat ko'rsatkichlarini aniqlash va baholay olishimiz shart hisoblanadi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, o'sha strategik qarorlar biznes uzoq muddatli muvaffaqiyatni ta'minlab beruvchi omil hisoblanadi. Qaror qabul qilish jarayonida jiddiy yondashuv va tahliliy fikrlash muhim hisoblanadi. Muvaffaqiyatli kompaniyalar strategik qarorlar qabul qilishda ustunlikka ega bo'lib, bozor raqobatbardoshligini ta'minlash va barqaror rivojlanishni ta'minlab beruvchi omil hisoblanadi. Shunday qilib biz ma'ruzamizni yakunlaymiz. Demak, qarorlar qabul qilishda asosiy narsa demak u haqda, ya'ni o'z boshqaruv qobiliyatimiz, o'z boshqaruvimiz haqida, kamchiliklar haqida yoki muvaffaqiyatimiz haqida doimiy tahlil jarayoni bo'lishi kerak. Agar bozorga kirib ketgan bo'lsak, o'sha bozorda biz o'z o'rnimizni topa olishimiz uchun, o'z auditoriyamizga ega bo'lishimiz uchun biz doimiy
Demak, biz o'sha bozorni tahlil qila olishimiz va bo'layotgan jarayonni ham tahlil qila olishimiz va undan keyin strategik rejalar asosida o'z ishlarimizni amalga oshirishimiz kerakligi haqida gapirib o'tdik. Sizlarga rahmat. Xayr.